Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat, mazza qiling. Eng og'ir ishlardan biri sudyalik. Ya'ni ba'zi bir hukmlarni o'qish. Masalan, 11 yoshli qizchani zo'rlab, keyin o'ldirgan qotilni ushlab olib pichoqlagan otaga o'qiladigan hukm. Oy tunga sabr qilgani uchun ham yuzi yorug' va nurlidir. Gullar orasida tikonlar borligidan shikoyat qilma. Senda yana boshqa variant ham bor. Tikonlar orasida gul borligiga shukr qil. Kimning gapiga maza qildingiz? Asadulloh, Malika yoki Akmal? Izohlarda yozing.